Germaniya rivojlangan davlatlar qatorida 3-o'rinda turadi. Bunaqa ko'p puli bo'lishiga qaramasdan, mana bunaqa tashlandiq xaroba binolari bor-da. Shaharda ichida, yo'lda bo'yida, lekin qarovsiz qolgan xaroba uy. Shunday rivojlangan davlat puli yo'qmikin deysan-da. Lekin bunday emas. Ayniqsa bu bunaqa xarobalar Germaniyaning sharqiy hududida juda ko'p uchraydi. Ya'ni 90-yilgacha Rossiya nazoratida bo'lgan hududlar shunaqangi qarovsiz qolgan binolarga to'lib toshib. Bunga sabab bu yerda shaxsiy mulk daxlsizligi bor ekan. Egasi o'lib ketgan yoki egasi kimligi noma'lum. Bunaqa binolarni davlat buzam deya olmaydi ekan. Shaharda ko'rgini buzib turibdi. Qaramasang buzib qo'yamiz, ovoramiz, olib qo'yamiz degan narsalar bo'lmaydi. To'g'rilangan necha yil bo'lsa ajoyib. Mulk daxlsizligi. Mulkingga hech kim shikast yetkazmasa, xavf tug'dirmasa, qancha bo'lsa ham turaversa, odam o'zini g'alati his qilsa kerak.